Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Mana bu qo'ynoqlari, bu yerda esa don idishi. Bu zakazimiz Oqrabot qishlog'iga ketibdi, Mirshod suvchiga. Mana shu yergacha 1,5 metr katta tovuqlar uchun. Bundan bu yoq esa tovuq juda o'shtirishga moslashdi. Mana bu jujalar uchun don idishi. Bu yoqda esa zakazimiz Arvoji qishlog'iga ketibdi. Uzunligi 2,5 metr, eniga buyiga 1 metr, 1,25 ga o'rtasidan setka tortdik. Mana qo'ynoqlari, buyiga don idishi. Bu yerda esa tuxum qo'yadigan joyi, bir tomonga tuxum qo'yadigan joyi bo'lsin dedilar. Tag qismi mana falga, usti shipir, gulli shipirlardan ikkala tomondan ham eshikchasi bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Like, podpiska esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.